Hech narsa qilmasdan o'tib olishlik birodarlar ojizlik. Payg'ambarimiz aytadilar: "Innalloha yalumu alal ajz." Albatta Alloh taolo ojizlikni malomat qiladi. Hech narsa qilmasdan bo'lganim shu ekan, endi qo'limdan hech narsa kelmadi deyishlik, taslim bo'lish, noumid bo'lish, tamom bo'ldi hamma yo'q deyishlik bu musulmonga yarashmaydigan sifat. Umuman odam bolasi hayotda kurashib yashaydi. Bilasizlarmi, eng birinchi kurash qaysi kurash? Rizq uchun kurashadi, tijorat uchun kurashadi, sog'lik uchun kurashadi, yana uchastkasi uchun kurashadi, yana nima uchun kurashadi? Shu kurashlarda eng avvalgisi qaysi kurash? O'zini nafsi bilan bo'lgan kurash. Agar shu kurashda mag'lub bo'lgan bo'lsa, hayotdagi hech qaysi kurashni yengmaydi. Tasholmayapmanda shu sigaretni deydi. Yo men tasholmayman ekan bu sigaretni deydi. Bo'ldi, u taslim bo'ldi. Endi qolgan hech qaysi kurashni yengmaydi u. Chunki o'zini yenga olmadimi? O'zini shunday keketaydan ola olmadimi? Bo'ldi, bu endi yengmaydi hech qaysi jangda. Shuning uchun birodarlar, o'zimizni nafsimiz bilan bo'lgan kurashda yengaylik. Allohdan duo qilib, tavakkul qilib, sababini qilib so'raylik. O'zimizni nafsimizni yengdikmi? Endi hayotdagi boshqa kurashda ham yengishlik yo'l ochiladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Innalloha yalumu alal ajz, walakin alayka bil kays, fa idza ghalabaka amrun faqul hasbiyallohu va ni'mal vakil." Albatta Alloh taolo ojizlikni malomat qiladi. Xushyorligini o'zingga lozim tut. Agar bir ish seni yengib qo'ysa, ya'ni hamma ishni qilib bo'lganingdan keyin ham sen aytgandek bo'lmayotgan bo'lsa, endi qo'lingda hech narsa yo'q. Shunda ayt: hasbiyallohu va ni'mal vakil. Meni hisobim Allohning qo'lida. Va naqadar Alloh zo'r vakil.